Bugun sizlar bilan o'zimiz loyihalashtirilgan 2 sotuvga qurilgan ikkita kottejimizning obzoriga keldik. Nima deb o'ylaysan, Umid? Shu uyga nech pul ketgan? 100 mingdan oshiq ketgandir. 2 xonali dommi puli ketgan, atigi 70 ming dollar ketgan uyga hozir sizlar bilan bitta obzorni qilamiz. Ya, 70 ming ketmagan aka. Sen ko'rsataman hozir uy ichida nimalar qurilgan 70 ming dollarga ikkita uy qursa bo'ladimi degan savolga biza realniy holatda javobini beramiz. Ketunda ko'p chiqadi. Yo'lak qismimizga bemalol katta taxo mashinasi sig'adi va undan tashqari odam o'tishga joy qoldirganmiz. 320 ga 640 uje darvozaxonada mashina qo'yadigan garaji bor. Endi ichkarini obzoridan boshlaymiz. Uyga kirishimiz bilan to'g'rida tepaga ko'tarilgan zina bor va bu qismimizga biza ko'cha oyna bo'lgani uchun mehmonlar uchun bitta xona berganmiz va undan tashqari yo'lak qismimizdan kirib kelganimizda to'g'rida ota-onalar uchun spalni berganmiz. O'ng tarafimizda kuxnya berilgan, bu tarafimizda umumiy hojatxona berganmiz. Undan tashqari uy kichkina bo'lishiga qaramasdan kuxnya tarafida ham, ota-onalarning spalnisi tarafida ham tabiiy yorug'lik tushishini hisobga olib, ichki hovlini qoldirganmiz va ichki hovlidan tushadigan kichkina bo'lsa ham kotelniga podval berganmiz. Hammasi ikkita uyga ketayotgan 70 ming dollarni ichida bityapti. Hali buni hovlisi ham bormi? Buni hovlisi ham bor mana. Hali tashqi devor olinmadi, lekin devor olinganda qo'shni xonadonga nazar tushmaydigan bo'ladi. Bu o'zi aslida proyektimiz aka-ukalar uchun qurilgan ikkita uyga orasida ishi ham qilib qo'yaverishadi. Endi ikkinchi qavatda sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qaralamiz, yur Umid, endi ikkinchi qavatda birgalikda ko'ramiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan ikkita farzand uchun bitta spalni va katta farzand uchun alohida yana bitta spalni berganmiz. Bu zonamizda master spalni, ya'ni ota-onalar uchun spalni, ichida garderob zonasini ham, sanuzulini ham hisobga olib ketganmiz va albatta ko'cha tarafga va hovli tarafga tabiiy yorug'likni ham, havo aylanishini ham hisobga olib ketilgan. Mana qisqacha uy bilan tanishdik. Umid, bu uyni shaharda bo'lganini hisobga olib, yer maydoni va remontga ketgan pulni qo'shsak, o'rtacha 80 ming 90 ming dollarga o'zing shunaqa xonadonda yashagan bo'lamiding? Men yashagan bo'lardim aka. Endi obunachilarimizning fikrini bilsangiz, sizlar nima deysizlar? Javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Va albatta 3 xonali dommi puliga shunaqa kottejda yashagan bo'lamidinglar? O'zingizlarning fikringizni qoldiringlar va SF Studiyaning keyingi videolarida juda katta yangiligimiz bor. 2 sotuvga 6 ta xonadon. Umid. Nima deb o'ylaysan endi bu yog'ini?